Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum yazğıcımız Abdulhakim Baqi Eltabir akimiz tərəfindən yazılğan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabiya Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldingi qismning eng oxirida Rabiya Qodir xonimga 8 yillik qamoq jazosi berilgan yerlarini o'qib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Açköz g'aljir itlar. Liudavan türməsinin yaqinqi zaman tarixida pinhan ketgan o'lim hodislari hisobsiz bo'lsa-mu, mahbuslarning ko'z oldida yuz bergan 7-kamerdagi qonliq fojia eng dahshatli voqea bo'lib xotirlandi. 1993 yazda Xitoy kommunistlari Qashqar, Oqsu, Xotan va Urumchilardan bir kechidala Abdulhakim Mahsumning taliblari nomida 300 dan ortiq Uyg'ur yoshlarini qo'lga olib, Urumchi Liudavan turmasiga yo'tkab keldi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurishni maqsad qilgan Obul Qosim va uning sabdoshlari Liudavan turmasining 1-korpus 7-kameraga solandi. Mahbuslarning dahshatlik ig'ir jazolarga bosh egmay, tashkiliy maxfiyatlikni fosh qilmay, mardonlarcha ko'krak kerib turdi. 1994-yili 3-oyning 18-kuni saharda turma gundupaylari qip-qizil qonga melinib yotgan Obul Qosimni yana so'roqqa ilib chiqish uchun 7-kameraning eshigini ochdi. Obul Qosimning sabdoshlari inson qalbidan chiqqan yovuzliklarni fosh qilib vaqirab Obul Qosimni chiqarib berishni rad qildi. Ular hayva qilib kirmoqchi bo'lgan qurolliq askarlarning oldini to'sdi. Dal shu paytda 20 yoshar atrofidagi Xitoy askari qilch ikkilanmayla avtomatini batlab 7-kameraning ichiga qaratib bir deska avtomat o'qini serib atdi. Kamera ichidan "Yo'qolsin Xitoy istibotlari, yashsin Sharqiy Turkiston ozodligi" degan shiorlar jarangladi. Orqadanla jimjitlik hukm surdi. Bütün kameralarning eshik to'shiklarini qarab turgan necha yuz mahbus 7-kameraning temir eshigining ostidan yelib chiqqan qizil qonni ko'rdi va bu dahshatli voqeaning shohidi bo'lib, asta ovozda kalima shahodat o'qidi. Xitoy gundupaylari qisqa vaqt ichida 4 nafar Uyg'ur yigitning jasadini so'rab elib chiqib ketdi. Saqchilar bu voqeani ko'rgan, anglagan va so'zlaganlarga o'lim jazosi berdiganligini davron qilib, bir oygacha yig'in ochdi. Ular askarlarning qo'lidagi qurolni tortib olishga uringan har qanday kishini etib tashlandi deb po'poz qildi. Liudavan ayollar turmasidagi 30-40 kameraga sulangan asosiy qismi Uyg'ur bo'lgan mahbuslar siyosiy va ijtimoiy jinoyatchilar deb ikki turga, kesilgan jinoyatchilar deb ikki xilga, iqror qilganlar, qilmaganlar deb ikki bo'lakka, puli borlar va puli yo'qlar deb yana ikki guruhga ayrilgan. Bu turmada har kuni 3 gundupay xotin navbatchi bo'lib ishlaydi. Uçsığa saqçı kiyim kiygen, yeniga tok kaltığı esib algan bu gundupaylarning ko'zi, eg'izi va qo'li mahbuslarni bo'zaq qilishda faqatda to'xtamag'achqa, mahbuslar ularni och ko'z g'aljir itlar deb atishidi. Bichara mahbuslar oldi bilan kamerada zulm uchraydi. Bir eg'iz kamer Rabiya Qodir xonim uchunla maxsus ajratib berilgani bilan odatda ko'p bo'lsa 7-8 kishi aran sig'adigan kamerning simot supusida 20 necha ayol siqtilishib yotidi. Ularning medir qilgudek orlig'i bo'lmag'achqa kechicha qiyachiya urush jidal dastidan uxlash mumkin emas. Bulupmu havo isib 40 graduslarga chiqqan kunlari kamerning ichi ba'ayni tunurg'ila o'xshab qoladi. Mahbuslar bo'lsa issiq o'tib, og'rib yetib qolsa-mu, hech kimning kori bo'lmaydi. Siyosiy jinoyatchilarning kuni texmi tas. Ba'zida ularning putiga kishan, qo'liga taqoq silib, put qo'lini qo'shib taqab qo'ydi. Ular kecha-kunduz oldiga engishib o'ltirib tamoq yeydi, uxlaydi. Ularning tamoqini eshikdagi kichkina teshikdan tashlab berdi. Atdiganda suv bilan bir tal ho'rnon, tushda yog'siz qaynatilgan ko'ktat bilan bir tal ho'rnon, kechda suyuqosh yoki ko'ktat sho'rpisi beriladi. Puli borlar buyurtqini bo'yicha polo, lag'man degandek tomoqlarni setib olib yeyalaydi. Saqchi gundupaylarning oshko'zligi mana mushu tomoqdan boshlanadi. Jinoyatchi soni qancha ko'p bo'lsa, bular shuncha xo'sh bo'ldi. Chunki bularga ajratilgan tomoq puli shuncha ko'paydi. Lekin turmadagi mahbuslarning nima yeb, nima ichayotgani bilan hech kimning kori bo'lmaydi.
Aksicha, mahbuslar holsizlanib, mag'dursizlanib, qonsirab va ozuqliq yetishmay og'rib o'lib ketsa, faqatla turma doktorining kasal sababi bilan o'ldi degan hukmi bilanla ish bitudi. Ishqilib Gundupaylarning so'z va harakatidan bir amallarni qilib, mahbuslarni ham ruhiy jihatdan, ham jismoniy jihatdan xo'rlab o'ltirishni maqsad qilayotganligi aniq bilinib turadi. Turma boshqaruvchilari boshliqning planlashi bilan eng arzon bahodagi sifatsiz un, guruchlarni tepib setib oladi. Ko'ktat bo'lsa tashvitish oldidagi kerakdan chiqqan buzilgan ko'ktat yo'pirmoqlari. Hayvonlarga yemaydigan ko'ktat cho'piklari, top mol bozoridagi bahosi tushgan eng arzon ko'ktatlar bo'lib, ular buning bilan 100 kishilik tomoq tayyorlab, ustiga 4 chelak suvni ortiq quyitib 600 kishiga bo'lib beradi. Buni hech kim surishtirmaydi. Mahbusning qo'shiqi to'yamdu, to'ymamdu, kori bo'lmaydi. Fikr qilg'ini tayoq yeydi. Mahbuslarning kundalik tamog'i uchun ajratilgan pulning asosiy qismi ularning yanchig'ida qoladi. Yana bir o'choqda puli borlar uchun yaxshiroq taomlarni tayyorlab qo'ydi. Bozorda bir taxsisi 3-5 so'm bo'lgan lag'man bu yerda 15-20 so'mdan, 8-10 so'mlik puli 30 so'mdan sotiladi. Shunday qilib, ular jazonxo'rlik bilan nurg'un foyda oldi. Yana kelib, texi bu jinoyatchilarga ko'ngil bo'lib, o'ng'aylik yaratib berish deb madhiylanadi. Jinoyatchilarning urug' tuqqanlari bilan ko'rishishi cheklandi. Ammo turma bankasiga pul omonat qo'yishi, pochtadan pul avatishi rasmiyat jihatda shunday osonlashtirilgan. Kimning turmadagi jinoyatchilar bankasida puli ko'p bo'lsa, Gundupaylar shuningga alohida e'tibor berdi. Ba'zi ishlarda yo'l qo'ydi. Ba'zi puldor jinoyatchilar qasddan zo'mgarlik qila oladi. Chunki Gundupaylar faqat mushu puldorlar orqali ko'p tapovatga erisha oladi. Ularning har oyda oldigan maoshi, oylik mukofoti hamda kichik xazinadan hukumat hisobiga yezilmay oladigan foydasi sirtdagi har qanday davlat xodimlarininkidan bir necha hissa ko'p bo'ladi. Shunga turma boshlig'i o'z oldiga podshohdek yashaydi. Bir qitim Ramazon yetib kelishi bilan Gundupaylar boshlig'i Robiya xonimdan qasddan muloyim qilyapti. Robiya, sen millioner. Turma hisobingda nurg'un pul bor. O'zing savob ish qilishga amroq. Biz to'g'ri pishirib sotmoqchi. Sana qanchalik olsang e'tibor berimiz setib olamsan, deb so'radi. Olaman, dedi Robiya xonim darhol ikkilanmasdilla. Mushu ayollar kameradagi hamma mahbusga birdan to'g'ri tarqitman. Shartim, to'g'ri qip-qizil qizartib, yaxshi pishirilgan dori darmonlari tangshilish kerak. Shunda qilib Gundupay saqchilar bozordan donasi 15 so'mdan sotib olgan 600 dek to'xoni Robiya Qodir xonimga donasini 60 so'mdan sotdi. Ular bir oqshomda 30 ming so'm foyda olib, har biri birer ming so'mdan kirim qilishdi. Demak, bir oqshomda har biri bir oylik maoshiga yaqin pulni bo'lishib olishdi. Yana bir qitim Qurbahi tarpisi Gundupaylar maslahatlashib Robiya Qodir xonimga barliq jinoyatchilarga yetgudak pul pishirib setib, nurg'un pul kirim qilishdi. Turmadagi tuqqanlarini yo'qlab kelgan ziyoratchilarga Gundupaylarning o'rtaq bir javobi bor. Xotirjam bo'linglar, bu yerda hamma narsa topiladi. Yemak, ichmak, tamaki olmaymiz. Kasal mikrobi yo'qolinishidan ehtiyot qilamiz. Shunga qancha pul bo'lsa ilaveramiz. 600 bilan 800 oralig'ida kirib chiqib turadigan ayol mahbuslarning har oyda bir qitim ruxsat qilgan, yo'qlab keladigan oila tavobatlari, tuqqanlari, yaqinlari elib keladigan sovg'atlarni hisoblash oson emas. Sovg'atlar mahbusning quliga bevosita berilmaydi. Soqchilar bu xizmatga alohida ko'ngil bo'lib, maxsus xodimlar ajratgan kiyim-kechak, sopun, aroq, tamaki qatorliq har qanday narsaning yerimi, ba'zida hammasi jimla yo'qab ketadi. Mahbuslar bunaga kulib qolgan. Ular her nim bo'lsa yerimi o'ljiq ketib yerim bo'lsin qulimga tegdi deb xo'sh bo'ladi. Ayollar turmisidagi saqchi Gundupaylar har kuni kechda yoki atdiganda navbati to'shib ishdan qaytqicha eg'ir sumkalardagi o'ljilarni ko'tarishib, yanchuqlarini to'shqizib uyga xo'shal ketgani bilan ishqa tushgan mezgilda ishdan kiribla g'aljirlikqa boshlandi. Gundupaylarning o'xshamagan darajada odam tilimisa, urmisa, bishi og'riydigan psixik kasalga giribdor ishkanligini mahbuslar hammasi obdan biladi.
Her kuni 3-4 mahbusni urib tilib olmagan Gundupay uyga chuqum xafa qaytidi yoki shu kuni uyqusi qochidi. Jinoyatchini urib tillashdan boshqa hech qanday vazifasi bo'lmagan Gundupaylar ha deganda birer bahona izlab chashqandek timisqilab yuriydi. Ba'zida dahi biz ketdik deb vaqirab qo'yibla putining uchidan yenik dastlab kamerning to'shigidan marab birarsini naq paket bilan tutib oldi-da, hammasiga ibrat qilish uchun sirtqa ilib chiqib toza urdi. Ularning bahonalari ichida eng oddiylari: "Meni zanglik qilding, to'shikdan mariding, yuqori ovozda so'zilding, kulding" degandek arzimas so'z va harakatlargacha davom qiladi. Odatda kirib chiqayotgan jinoyatchilarning quliqini tortish, chichini yulush, chimdi vilish, shaploq bilan urush, ko'ttiga tepish, qo'lini qayirish, ittirish, putini chaputlab yiqitish, tukurish degandeklar normal jazo hisoblandi. İçi püşüp qalğan ayal Gundupaylar chiroyliroq biror Uyg'ur cho'kanining chiroyini hasad qilib, "O'zing yasiding" deb zalga ilib chiqib, tok to'qmig'i bilan urib qo'qlaydi. U qo'rqib chiqirab qassa kendin qo'g'lab yurib uriydi. Qolganlari tomosha ko'rib qattiq uralmasa zanglik qilib, urib olsa faxrlanib qaqaqlab kulishib zalni bir oladi. Yentixi "Erga tegdigandek yasilib olganini qaranglar bu injiqning" deb tillab qo'ydi. Bundaq ko'ngil etish o'yinlari pat-pat yuz berib turdi. Hamda ba'zilar soatlarcha davom qilib, jinoyatchi hushsizlanib yetib qolganda yoki qon ko'p eqib ketgandila ondan to'xtaydi. Bir kuni Gundupay Ma degan xotin bankida xiyonat qildi deb tutib sulab qo'ygan Zuhra ismli Uyg'ur cho'kanni "Meni zanglik qilib kulding" deb tutib chiqib urib, qilin qog'ozlik 52 dona qartni majburiy holda uningga yegizib o'tgan. U har qatim geldan qog'oz o'tmay to'xtab qolganida Gundupay Ma qo'lidagi tok to'qmig'i bilan urib qart tugigacha yegizgan. Degan ichinishliqdi u. O'qish ajami tasgavot. Saqchilarning eng muhim xizmati vazifani o'rinlash bo'lib, mansab o'stirish, maosh ko'paytirish qatorliqning hammasi ana shu vazifa o'rinlashdagi son sifirlarga bog'liq bo'lg'achqa, saqchilar ayol demasdan odam tutib sulaverdi. Ish qilib bir bahona topsalar kifoya. Rost yolg'onni ular ayirmaydi. Ular faqat tutib sulab vazifasini oshirib o'rinlab olsa bo'ldi. Uyg'urlarning hayvasini yerga urish, ruhini sundirish maqsadida odam tutish vazifa o'rinlash uchun ko'chaga chiqqan Xitoy saqchilarining odatdagi harakati bo'lib qolgan. Ayollar turmasiga kirib qolgan bir muncha ayol yillab so'roqsiz yassimi o'zlarining nima gunoh qilganligini bilmaydi. Hatta so'rayolmay oylar, yillar o'tib ketadi. Ular odatda yangi kirganlar bilan shundoq tunishidi. "Ha, nima qilib kirib qoldingiz? Xroyin deganda gaplarni qildi saqchi." "Ha, oqtamak sotganmi yoki chekkanmi?" "Ha? Oqtamak degan nima u? Men tamak chekishni bilmayman." Bir taxsa lag'man yeb olsam, "Voyjon, voyjon, men o'lib ketadigan bo'ldim. Bir taxsa lag'man yeb olgan bo'lsam, o'lib ketsam rozi bo'latdim. Begunoh ketadigan bo'ldim, voymaydim." Her kuni hammaning ko'nglini g'ash qilib yig'a aralash ingirgan bu noli baryat ovozi bulungdagi kamerdan chiqatdi. Bu ovoz turmaga nima gunoh qilib kirib qolganligini bilmaydigan Aminaxonning g'izori edi. Boshqalar uning oshqozini uchi jarohat bo'lgan deyishatdi. Gundupaylar bo'lsa uni har kuni digudek bo'zaq qilatdi. Sirtda uningga yordam qilgudek birsi Gundupaylarning uyiga berib Aminaxonga qarab qo'yg'in deb orqa ish qildigan yaqinimi yo'q edi. Bir qatim uning kichik bolalari qo'shnisidan 50 so'm qarz olib, u pulga opasiga jigidek meva, yal yemish ekelgan bo'lsa-mu, Gundupaylar gunohini iqror qilmagan jahil Aminaning hech narsani olmaymiz deb uning bolalarini qaytirib etdi. Shunday qilib Amina yangi kelganda och qoldi. Ochliqqa chidig'il bo'ladi. Xo'rliq uningga bakmi eg'ir keldi. U dastlab erini o'ltirayotgan bir tungan xotin zo'migarlik qilayotgan bir kamerga sulangan edi. Kamerga kirgan kuni u ashu tungan xotinning buyrug'i bilan musodara qilish jazosi uchirdi. 7-8 mahbus ayol uning ko'tarib kirgan bo'psidagi barliq kiyim-kechaklarini, yuz may, tish cho'tkilarini, sopun, lo'ngilarini bo'lishib oldi. Orqadilla uchsidagi kiyimlarini soldirib oldi.
Uchisida bir tambal bilan liptikli qoldi. Bir chaqda qeyri bir xotin hijib kelib, buning liptiki mening ko'nigim bilan bir parishgan deb liptikni tortib oldi. Tungan xotin buquldab yig'layotgan Aminani vaqirab to'xtatdi hamda kirlishib rangi qordab ketgan bir oq maykani uningga ich og'irtib berdi va Aminaga: "Ha, endi bizga o'xshading. Bu yerda hamma ish boshdan boshlandi. Bilsang-ku, oldi bilan yer islohoti bo'ldi. Endi boylarning mulkini musodir qildik. Buningdan keyin diktatorning ta'minti deysan. Qani, adab qoidani boshlanglar", dedi u atrofdagilarga. Ular o'lishib kelib Aminani urishga, chimdashga, tadalashga boshladi. Adab o'gitish jazosi boshlanish bilan zo'migar xotin yana so'zildi. "Endi sen bizning oilaning a'zosi bo'lib qolding. Bir oilada hamma narsa sening mening demay ishiltimiz. Shunga boya och singllaring ortiq narsalaringni bo'lishib oldi. Endi oila deganda ancha-muncha jidal mojarolar bo'lib turdi. Gap anglamaganlarni adablab turadigan gap", dedi-da atrofdagilarga qarab: "Qani, boshlanglar, qarab turmay", deb vaqirdi. Ko'ngli qara bo'lib ketgan rahimsiz xotinlar yopirilib kelib, uni yana urishga boshladi. Biri uning ikki tal o'rilgan chechini mahkam tutib oldi. Biri hech kimga qaramay ikki olqini bilan uni qajatliq turdi. Yana bir nechisi uning biqillarini chimdib, "O'zivitay", dedi. Bechara Amina jon achchig'ida chiyqirab, yig'lab, tepchaklab, to'lg'inib ketdi. Xotinlar uni uratdi, masxara qilishib, kulatdi, birlari hatto erlardek qiliqlar bilan uning ko'ksini mijiqlashga, sag'irsini silashga boshladi. Bu jazo toki Amina hushidan ketgan qadar davomlashdi. Bir kamerada davomlashayotgan Aminani qarshilish faoliyatini navbatchi gundupaylar tomosha qilib kuzatib turardi. Amina hushiga kelganda bishda o'ra turgan tungan xotin: "Tur o'rningdan, endi bizning oilamizning tuzumlarini o'rgansan. Bu kamerning sultoni men bo'laman. Mening buyruqimni ijro qilmasang, saqchi gundupaylarga chiqimchilik qilsang, arz qilsang, bugungidek har kuni tayoq yeysan. Bu yerda o'lib ketsang, o'likingni oshxonaning keyindagi lalma itlarga tashlab berdi. Saqchiga arz qilsang, biz hamkorlashib jinoyatini iqror qildirishga majburlab qo'ydik deymiz. Hammamizning gapi o'xshash chiqadi. O'zing gunohkor bo'lsan, bildingmi?" deb uning beshiga puti bilan tepdi va orqadilla: "Qani, ovoqachidagi suvni elib kelib, putlarim pokiz yug'in", deb vaqirdi. "Xo'pda, chopsan bo'l, tez ijro qil." Qolganlar tang cho'qirashdi. Ertesini boshlab Amina kameradagi 7-8 xotinning g'olchisiga aylandi. Uning kundalik 3 vaqt tamoqining yarmi majburiy holda tungan xotinga berilishi shart edi. Ba'zi kuni atdiganda zo'migar xotin uning qo'lidagi bir tal muslimdek o'rnini tortib ilib, tishlab yutib etib Aminaga qarab: "Bugun ro'z tutqin. Sana savobimni o'tinay", deb kulatdi. Shunda qilib hech gunohsiz turmaga kirgan Amina ba'zi och, ba'zi to'q, achchiq zardab yetib, bolalarining dardida qon qusib, yig'lab yurib, 6 oy ichida oshqozon 3 jarohati kasaliga giribtor bo'lib qoldi. Rabia xonim oshqozon rakiga giribtor bo'lgan, yaqinda o'lishi mumkin deb diagnoz qo'yilgan, kamerdagilar kasali yo'qolib qoladi deb qo'rqib qochib yurgan Aminaga ko'p ko'ngil bo'ldi. Uning lag'manga bek amroqligini bilgandan keyin bir qancha qitim uningga lag'man avitib berdi. Bir kuni Amina bulungdagi kamerdan: "Rabia acha, rahmat. Men lag'man yedim. Xaloyiq, men lag'man yedim", deb vaqirab yig'lab ketdi. Shu kunlarda uning ichi qattiq surib turma doktorxonasida yetib qoldi. Gundupaylar Aminani Rabia Qodir xonimning ko'z oldida o'lsin dedimu yoki kesli uningga yo'qsin dedimu, shu kunila uni Rabia xonimning kameriga yutkab qo'ydi. Rabia xonim uning yerimjon bo'lib qolgan badaniga, ko'zlariga sapsilib qarab chiqqandan keyin o'zining tajribasi bo'yicha uning oshqozon uchalarining moysirab qurib ketganligini, tomirlarining qansirab sarg'ayib ketganligini, hamma kasalning mag'dursizlikdan ekanligini his qildi. U shu kundan boshlab Aminani xuddi sestralardek o'zi boqdi. Oldi bilan uning hamma kiyimini yengushlab tozalik qilib, yangi kiyimlarni kiygizdi. Mo'ngdishib ruhini ko'tardi. Asta-asta oq moy, sarmoy, go'sht, sho'rpa degandek quvvatli taomlar bilan oziqlantirishga boshladi. Degandek oylar o'tib, Amina bir ikki taqsa lag'manni pak-pakiz yevataladigan darmonga keldi. U Rabia xonimga xuddi o'z ojizdek mehrini bog'lab, dard ahvolini aytib berdi.
Aminənin erini hökumət 3-4 ağınçısı bilan billa tutub ketgan. Aminə heç yerdən izlərikini qılalmağan. 2 yildan keyin hökumət onun erini heroin elib satqan deb ölümgə hökm qılıb etib etgan. 2 balası bilan yalğız qalğan Aminə erining idorasiga tunuşlarning isbotlarini elib 5 vaqt namoz o'qiydigan erining ömrdə heroin tugul tamakımı çəkməydiganligini dalillab, erining jasadini doktorxonada qayta tekshirtish to'g'risida arz sungan. Shundan keyin saqchilar yarim kechada to'yiqsiz uning uyiga kelib aqtirib, "Mana paket" deb bir bo'loq oq parashokni ko'rsatib, Aminani tutib ketgan. Hatto bolalarimni qo'shnimning uyiga akirib qo'yay deb yalvorib, yig'ilganigimi yo'l qo'ymay, uni bog'lab elib ketgan. Saqchilar uni turmaga tashlagandan keyin har kuni so'roq qilib, uni qiynagan, qo'rqitgan, urgan. Saqchilar so'roq jarayonida faqat "Erim heroin sotadi, uyga bir bo'loq heroin yushirib qo'yibdi ekan. Men pul yo'q, uni achiqib satdim" deb qo'l qo'yib berslar darhol qo'yitadiganligini aytgan. Rabiya xonim uningga ich og'irtib yaxshi bir advokat o'qishib berdi. Aql o'gatdi. Shunda qilib nim gunoh qilganligini bilmay 3,5 yil turmada yotgan Amina sallamaza saqiyib pat-pat so'roqqa chiqadigan bo'ldi. Hamda ko'p o'tmasdan begunoh qamalganligi isbotlanib, sotkilarni qon zardor achchig'i bilan tilib o'tib, oqlanib chiqib ketdi. Yağlıq çəkən günahmı? 1990 yillardan boshlab Xitoy hukumatı Şinjanni ichish, gullantirish nomida bir qator yangi siyosat belgilamalarini chiqardi. Buning eng gavdalik ifodasi Hinda puhralik isboti bor har qanday Xitoy Uyg'ur eliga xohlagancha kelalaydigan bo'ldi. Butun Xitoy o'lkalaridan Jiangnan esil joy, jannat makon, pul topmoq oson joy, amaldor bo'lay desang Şinjanga chiq degandek tashviqotlar bilan planliq, plansiz ko'chman eqinini paydo qilgan Xitoylar kelkundek eqib kelishga boshladi. Harbiy vazifa o'taydigan askarlar, Bingtuanga yo'tkilib kelayotgan ishchi xizmatchi amaldorlikqa tayinlangan harbiydan kasb almashtirganlar, o'qish bitirib xizmatga chiqqan yoshlar, ish izlab kelgan oqqullar, o'rni o'tkazgan jinoyatchilar, turmadan qochgan xiyonatchilar qatorliqlar umuman har xil nom va qalpoqlar bilan Uyg'ur shaharlariga kelib yerlashgan Xitoylar o'zlari bilan bir muncha yomon odat, nochar axloq, pastkash qiliqlarni billa ilib kelib Uyg'ur shahar yezlarida tarqitishga boshladi. Bularning ichida eng gavdaliklari haroqkashlik, heroin chekish, qimor o'ynash, o'g'irlik, fohishvozlik qatorliqlar bo'lib, ba'zi Uyg'ur yoshlari asta-asta ularning ta'siriga uchirg'ili turdi. Ota-onalar, ziyolilar, o'limalar, o'qituvchilar masalaga jiddiy qarab, yosh o'smirlar orasida yamrayotgan bu xil axloqsizliklarga taqobil turishning turli choralarini izlayotgan mezgilda Uyg'ur shahar yezlarida islom aqidalarini tashviq qilish orqali yosh o'smirlarni imonliq, vijdonli qilib tarbiyalash to'lqini ko'tarildi. Uyg'ur xalqi milliy uyg'unish bo'rinining turtkisida pok iman, saf vijdon o'lchimi bilan qurollanib, Xitoy oqqollarining axloqsiz buzuqliklariga qarshi turish lozimligini tunib yetgan edi. Afsuski, bu xil harakatlar hukumat tarafidan milliy bo'lginchilik, terrorchilik, diniy asabiylik degandek cho'ng qalpoqlar bilan ayiblanib, kishilarning engida "Ajaba, hukumat bizni majburiy buzish, yo'q qilish planini ijro qilyapti nima?" degan vahimlarni paydo qildi. Xitoylar o'z asosiy qonuni, milliy territoriyalik avtonomiya qonuni qatorli qonunlarini bir chetga qayirib qo'yib, umuman diniy faoliyat qilgan har qanday kishini tutib solashqa, hatto etib tashlashga harakat qildi. Norozilik bildirganlarni Xotanda, G'uljida bostirgandek qonliq bostirib davomli tutqun qildi. Aqallisi qo'shna mahallada namoz o'qigan, soqol qo'ygan, yog'liq chekkan va roza tutganlarni biror bahona bilan gunohkor hisoblab jazoladi. Rabiya xonim yetayotgan 105-kamerning o'tildagi kamerda yetayotgan yosh Uyg'ur qizi Shamshnur 1998-yili atiyazda yog'liq chekkan gunohi uchun universitetdan qo'g'langan 14 nafar Uyg'ur qizlarining biri edi. Shamshnur aqlliq, zerak va kelishgan qiz bo'lib, u Qashqar Bashkiramdan Urumchi universitetining tarix fakultetiga o'qishga kelgan. O'qish bitirdigan yili
Davamlıq yağlıq çəkkənligi, yoşurun roza tutqanlığı üçün məktəbdən qoğlanğan. Şəmşinur oqusuz qalğandan keyin Ürümçi koçlardakı buzuqçılıq, əxlaqsızlıqlardan qəzəblənib 5 vaxt namaz oquydigan 9 nəfər qız oğul dostları bilan birlikdə Uyğur yaş ösmürlərini yaman yoldan tosuş, tərbiyələş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Ular həmmə yerdə toxtamay sözləb, düşəndürüb, ata-analarga əhvalının ağırlığını his qıldırıb, ularni qayil qılıb hərəkətləndirdi. Ular restoranlarga kirib, yerim yalang'aç işlep yürgen Uyghur qizlarini, heroin çekкен balalarni qutuldurib chiqib ata-onasiga topshirdi. 1998-yil qishda Şemşnur aka ufqilari va ziyonkashlikka uchragan do'stlari bilan billa Uyg'ur yoshlarini qasddan aroq, tamaka, heroinga o'gitayotgan Xitoylardan o'ch ilish xiyoliga keldi. Ular bir amallar qilib o'zlari yasagan portlatqich bombani Urumchidagi bir Xitoyning aroq sotadigan do'koni ichiga tashlab qo'yib qochdi. Bomba portlab do'konning derizlarini chiqib o'tdi. Boshqa hech qanday cho'ng ziyon ko'rilmadi. Xitoylar shu kechasi butun Urumchida jiddiy harbiy holat e'lon qilib, jasus payloqchilarni ishqa silib, burun tizimlagan bir necha yuz Uyg'ur yoshlarini biraqla tutqun qildi. Xitoy saqchilari yuzlagan Uyg'ur yoshlarini tong otqicha inson qalbidan chiqqan vahshiy usullar bilan qiynab so'roq qilib, portlatishga qatnashgan yoki munosabatli deb qaragan Şemşnur boshliq 9 nafar Uyg'ur qiz yigitni rasmiy qo'lga oldi. Məcburi iqrarnoma va yolg'on isbotlarni o'ydirib chiqib, 9 kishilik terrorchilik tashkilotining mustaqil Sharqiy Turkiston qurish yo'lidagi aroq do'konini portlatish jinoyati uchun 7 nafar Uyg'ur yoshni kechiktirmay etib tashildi. Birsini muddatsiz qamoqqa oldi. Şemşnurni hech gunohsiz bo'lishiga va hech nimani e'tirof qilmaganligiga qaramay 7 yillik qamoqqa hukm qilib, bu turmaga so'ladi. Şemşnur Liudavan ayollar turmisining qorong'u kamerada qo'liga taqoq, putiga kishan silingan holatda uzun mezgil yetdi. Uning qo'lidagi taqoq, putidagi kishanga zanjirlangan bo'lg'ashqa u o'ra turib mangolmaydi. Tuz o'ltirib tomoq yeyolmaydi. Mukchuyib o'ltirib uxlaydi. To'g'risi uningga uxlash fursatimi oz edi. Kunduzi so'roqchilar kechda gundupaylar Şemşnurni iqror qildirish, ba'zida ish pushig'ini chiqarish uchun va hatto ba'zida odam urush xumorini besish uchun oldiga elib chiqib so'roq qiladi. Urib dumballaydi. Tepib dushkallaydi. Şemşnur har qatim mardonlik bilan vaqirab turib, soqchining to'kmatlarini pash qiladi. Xitoy soqchilari ba'zida Şemşnurning universitetda Xitoyning, dunyoning, Uyg'urning qadimgi va hozirgi zamon tarixlarini yaxshi o'rganganligini bilgachga, qasddan tarixiy temalarda uning eg'izini ko'chilaydi. Uyg'urlar tarixida davlat qurib, shahar so'rab boqqanmi? deb so'raydi soqchi. Xat o'qishni bilsang, xannamangni, yangi kona tangnamangni o'qib boq. Oğuzxan imperiyasi, Hun imperiyasi, Köktürk imperiyasi, Uyg'ur imperiyasi, Qaraxon imperiyasi, Idiqut imperiyasi deganlar ko'zingga chiliqidi. Shularning hammasini mening bo'g'larim qurgan. Texi tunugilla bu yerda Saidiya, Qashqariya, Ili sultonligi, Xotan amirligi, Luxchun podshohligi degandek bir muncha Uyg'ur davlatlari bor edi. Senlar kelishdan avval Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati, G'uljida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgan edi. Senlar kelgandimi, Manasning u tarafida Uyg'urlarning oy yulduzliq ko'k bayrog'i lapildab turadi. Ana shularning hammasi Uyg'urlarning davlatlari edi. Senlarchu tarixinglarda biror davlat qurib boqqanmi? Hunlar, Uyg'urlar, Tubutlar, Mo'ng'ullar, Manjullar qurgan davlatlarda mustamlika bo'lib yashagan shajardan boshqa nimalar bor? Tarixini qo'y. Mana hozir bizning Jungoning zeminining nalargacha so'zilganligini xaritadan obdan ko'ryotgansan. Bisivalga yerlarning hammasi sening hisoblanmaydi. Pakiting bormi? Bor. Sharqdan g'arbga so'zilgan haybatlik Saddichin Sipilning o'zila mana men deb Xitoyning eng kengaygan, kuchaygan chog'da yasab olgan chegarasi deb qat ko'tarib turmamdi. Tili tutulib qolgan soqchi gapini to'xtatib yana uni urishga boshladi. Robiya xonim turmaga kirgandan keyin Şemşnur bilan udul-udul kamerlarda yetib, "Tallarim yaproqni billa" aytishdi. Robiya xonim yana Şemşnurning turmada yozgan she'rlarining to'plamini yoshirin saqlab qo'ydi. Shunday qilib, bu turma kechirmishlarini o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelaqida o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.